Ya'ni Yevropadagi taraqqiy qilamiz deb, nimani qabul qilsak taraqqiy qilamiz, nimani qabul qilsak o'zimizni yo'qotib qo'yamiz, buni ayirmasdan mana shunday qarg'ulachi Yevropalish to'lqini qo'zg'aladi. Hatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kabrisindeki o gümbezlerini çakkılı kopka vaxtida emdi bunu çaksak bo'lmaydi deb to'xtaldi. Sadr Azam bu vaqtda bir musulmon qarshi kafirni yordam so'ramdiq degan bu savolni qo'ydi. Sultan 2. Mahmud bo'lsa, dengizga tushib ketgan odam amalsiz yilangami esladi deb javob berdi. Biz ilgirki dersimizde bayan qilganimizdek, milodiya 1808-yili Sultan 2. Mahmud Osmanlılarninki 30. sultanı bulup taxtga chiqdi. O taxtga chiqqan vaqtda 23 yoshda edi. Shundaqla o taxtga chiqqan vaqtda Osmanlılar davlati musulmonlar Yevropaninki Fransiya inqilobida g'alaba qilgandan keyingi sanoat davrini ko'rib, nihoyat hayron qolgan edi. Shundaqla o'zlarininki naqadar keyinda qolganligini kechikib bo'lsa-mu his qilgan edi. Bu sababdan Osmanlılar davlati va musulmonlar biz nima uchun keyinda qoldik? Qanday qilsak biz Yevropaga o'xshash taraqqiy qila olamiz degan bu haqda izlanishga va bu haqda yangi fikrlar o'tirg'i qo'yilishga boshlaydi. Albatta yangi fikrlar kim tarafidan o'tirg'i qo'yiladi? Fransiya, Angliyaga chiqib o'qib kirgan, shundaqla Istanbuldagi Yevropaniki jamiyatlari tarafidan o'tirg'i qo'yiladi. Ya'ni Yevropa Fransiya inqilobidan keyin rasmiy shaklda sanoat davriga qadam qo'ydi, taraqqiy qildi, iqtisodiy jihat yuksaldi. Osmanlılarni taraqqiy qilishi uchun kona an'anaviy kimligini tashlab yangi davrga qadam qo'yish kerak. Ya'ni g'arblashish kerak degan bu fikr rasmiy shaklda hokimlik o'rniga chiqadi. Hatto bu fikrga Sultan Mahmud II mu ishonadi. Shundaqla bu fikrni tunji qilib ijro qilgani bo'lsa, Misrning valisi Muhammad Ali Pasha edi. Muhammad Ali Pasha atrofiga Fransiya, Angliyada o'qib kirgan kishilarni to'playdi, diniy kishilarni yiroqlashtiradi. Ya'ni butunlay g'arblashish, ilmonizmlash yo'li qarab maqdi. Sultan II Mahmudni Osmanlılar qo'shinininki Yevropa qo'shini oldida bir qancha qatim mag'lub bo'lgandan keyin ularning zambraklari va qurol yaroqlariga taraqqiy qilib ketganligini ko'rdida bizmi qanday qilsak qilib taraqqiy qilmasak bo'lmaydi ekan degan bu fikr keladi. Mana bu shundoq nihoyat och qolgan odam zan qilgan tomoqni yapsaganga o'xshash o'zining keyinda qolganligini his qilgan Sultan II Mahmud qanday qilsak qilib nimadan ketsak kechib biz chuqum Yevropalashimiz kerak. G'arb qanday qilgan bo'lsa biz shunday qilishimiz kerak deb bir qator yangi qonunlarni chiqardi. Ya'ni qabul qilsak bo'ladigan narsalar bo'lmaydigan narsani ayirmasdan mana bu shundoq umumiy shaklda g'arblish to'lqinni rasmiy shaklda qo'zg'aydi. Va shundaqla Sultan II Mahmud qiyofat qonuni e'lon qildi. Qiyofat qonunini Mustafa Kemal emas, tunji qatim Sultan II Mahmud e'lon qildi. Ya'ni har qanday bir ma'murninki uzun kiyim kiyishi, salli kiyishi cheklanadi. Chuqum fransiyalik o'xshash ishdan kiydi deydi. Shundaqla o'zimi tunji bo'lib Fransiyaninki podshohlari kiyganga o'xshash kostyum va ishdan kiydi. Shundaqla ta'lim tarbiya sohasida islohot olib boraman deb majlislarni butunlay amaldan qoldirdi. Uning o'rniga ustal o'rindiqliq sinflarni shakllantirdi. Shundaqla darslikka muzika, pianino, chalg'u asboblarini qo'shdi. Siyosiy jihatda Yeniçer qo'shinini rasmiy amaldan qoldirishni niyat qildi. Va shundaqla Yeniçer qo'shinining qo'mondonlaridan 20 mingni o'ldirdi. Uning davrida Yeniçerlar qo'shini, ya'ni Osmanlılarninki tarixdan buyon kelgan muhofizatchi qismini butunlay amaldan qoldirdi. Uning o'rniga yangidan qo'shin tashkillaydi. Bu qo'shinga Fransiyaning qo'mondonlarini akirib ta'lim bergizdi. Shundaqla bu qo'shinning kiyim formasimi yangi shaklda, ya'ni Yevropa shaklda tikkizildi. Uningdan boshqa Osmanlılardagi saroy tuzumini amaldan qoldirib, Fransiyaning davlat sistemini elib kirdi. Uningdan boshqa har qanday bir Osmanlılar tuproqida Osmanlılar yoziqi bilan birga Latin yoziqi o'rganishni majburiy qildi. Islomiy shaklda salangan u saroydan chiqib, Yevropacha saroy soldirib, shuning ichida o'ltirdi. Ya'ni Yevropadagi taraqqiy qilamiz deb, nimani qabul qilsak taraqqiy qilamiz, nimani qabul qilsak o'zimizni yo'qotib qo'yamiz, buni ayirmasdan mana shunday qarg'ulachi Yevropalish to'lqini qo'zg'aladi. Buning natijasida islom dunyosida o'z kimligidan yiroqlashish, ya'ni islomdan yiroqlash to'lqini qo'zg'aladi. Mana bu sababdan Sultan II Mahmud ba'zi kishilar, ya'ni shu davrdagi ba'zi olimlar tomonidan dindan chiqdi degan bu hukm berildi. Uningdan boshqa Sultan II Mahmud atrofiga Fransiya, Angliyada o'qib kirgan kishilarni to'playdi. Natijada Osmanlılar davlati rasmiy shaklda g'arblashib qarab mangadi. Mana shunday Osmanlılar davlati rasmiy shaklda ilmonizmlashish yoki g'arblashib qarab mangan paytda buningga dal aksichi bir fikr bosh ko'tarib bir davlat qurildi. U bo'lsa-mu Vahhabizm iddiasi ustiga qurilgan Saudiya davlati. Ya'ni birinchi qatimliq Saudiya davlati. Hozir biz biladigan ma asriki Saudiya davlati emas. Bu 3-chi qatimliq Saudiya davlati. Ko'pincha kishilar hozirgi Saudiya davlati bilan birinchi
birinchi qatimliq Saudiya davlatini aralashtirib qo'ydi. Shundaqla Muhammad ibn Abdul Vahhabni, ya'ni Vahhabizm aqidasiningki boshlamchisi bo'lgan Muhammad ibn Abdul Vahhabni Osmonlar xalifaligini buzishga fatvo bergan degan bu xil asossiz gapni taqtidi. Shundaqla kamera ijod qilinishdan ilgari dunyoga kelib o'lib ketgan Muhammad ibn Abdul Vahhabning rasmini mana shu Muhammad ibn Abdul Vahhab deb tarqatib yuriydi. Amaliyotda Muhammad ibn Abdul Vahhab bo'lsa milodiy 1703-yilda dunyoga kelgan. Bu vaqtda kamera ijod qilinmagan. Demak, ko'pincha kishilar hozirgi Saudiya davlati bilan birinchi qatimliq Saudiya davlati, shundaqla Vahhabizm iddiasi qarta tushunsa texa to'liq emas. Shuning uchun biz Vahhabizm fikri va Saudiya davlati haqida qisqacha turishga ega bo'lamiz. Vahhabizm fikri dastlabida aqida fikri shaklida o'tirg'a chiqadi. Keyin bu siyosiy fikrga aylanadi. Vahhabizm nima uchun maydonga keldi? Kim tarafidan o'tirg'a chiqdi? Bilganimizdek, milodiy 1703-yili Muhammad ibn Abdul Vahhab dunyoga kelgan. Ya'ni hozirgi Saudiya Arabistonidagi Uyayna degan shaharda dunyoga kelgan. Dadisi bo'lsa tarixda xili cho'ng olimlarning birisi edi. Ya'ni Muhammad ibn Abdul Vahhab dindor oilada dunyoga kelgan. U dastlabida dadisining qo'lida o'qigan, keyin cho'ng'andan keyin Makka ga borgan, Madinaga borgan, Iroqqa borgan, ya'ni shu jarayonda ilm talab qilgan. U ilm talab qilib bo'lgandan keyin dadisi qozilik qilayotgan Harimlar degan shaharga qaytib, shu yerda tunji qatim tavhid da'vatini boshlagan. Chunki shu davrda mayli Osmonlar tuproqlarida bo'lsin, va yoki Saudiya Arabistonining tuproqlarida bo'lsin, kishilar qabrdan bir narsa tilaydigan. Ya'ni ulug' kishilarning qabrisidan bir narsa tilaydigan, ulardan yordam so'raydigan mushundaq shirk aqida nihoyat avj olg'aydi. Masalan, Uyayna shahrida Hazrat Umar ibn Xattobning bir tuqqan qarindoshi Zayd ibn Xattobning qabrisi bor edi. Bu qabrning ustida nihoyat cho'ng bir gumbaz bor edi. Har qanday bir odam qiyinchilik tortib qolsa, shuning qashig'i verib, shuni vosita qilib turib Allohdan bir narsa so'raydi. Bu ahvol faqat Uyayna shahrida emas, Madinadan bor edi. Chunki Madinada Jannatul Baqi'da nurg'un sahobalarning qabrisi bor edi. Har bir sahobaning qabrisining ustida bir gumbaz bor edi. Kishilar u sahobalardan ana shunday yordam so'rab, shunday shirkka tushgan ahvol bor edi. Bu sababdan Muhammad ibn Abdul Vahhab o'zining yurtiga qaytgandan keyin tunji qatim men tavhid da'vati ilib berib, kishilarni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davridagi sap aqida qaytarma deb ilgirgi qaytish, ya'ni asliyatchilikka chaqirgan. Bu asliyatchilik arab tilida salafiylik deb ataladi. Ya'ni har qanday bir narsa payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida bo'lmaydi ekan, uni rad qilamiz, u bir bid'at, ig'ir bo'lsa shirk degan mush iqimni ko'rsatadi. Muhammad ibn Abdul Vahhab tunji qatim Uyaynada mana mushu da'vo bilan tashviqat ilib boradi. Shundaqla Uyaynadagi Zayd ibn Xattobning qabrisi tuzilib yotadi. Shundaqla qabrdan bir narsa olgan kishilarni shirkka tushidi deb eskartadi. Muhammad ibn Abdul Vahhabning bu fikri atrofga tarab ba'zi kishilarni jalb qilishga boshlaydi. Lekin atrofdagi kishilar, baglar, ya'ni arab baglari uning qarshi chiqib Uyaynaning amiridan Muhammad ibn Abdul Vahhabni tutishni va yoki uni cheklashni va yoki uni o'ldirib etishni talab qiladi. Uyaynaning amiri Muhammad ibn Abdul Vahhabni tutmay, sen bu shahardan chiqib ketsang deydi. Muhammad ibn Abdul Vahhab Uyaynadan chiqib, hozir Riyozning yanidagi Dir'iya degan shaharga boradi. Ve uyanın emiri Muhammed ibn Suud bilan uchrashadi ve o'zining davosini unga tushundiradi. Muhammad ibn Suud Muhammad ibn Abdullah bilan uzun mezgil paranglashgandan keyin uning maqsadini tushunadi. Men sening bu da'volarni qo'llay, sen meni qo'llagan, biz mush aqida ustida bir davlat quraylik deydi. Muhammad ibn Abdullah buni qo'shiladi. Shunda qilib bu ikkisi mush aqida ustida, mush fikr ustida bir davlat qurishga kelishadi. Muhammad ibn Abdullah mushu tavhid deb atalgan mush davosi atrofida to'plashgan kishilarni Muhammad ibn Suudning askari, ya'ni mujahid nomi bilan askar Muhammad ibn Suud bo'lsa o'zining siyosiy maqsadiga yetadi. Muhammad ibn Abdullah bo'lsa o'zininki fikriy maqsadiga yetadi. Mushundaq hamkorlashib Dir'a uning atrofidagi kichik shaharlarni o'ziga qo'shishga boshlaydi. Shunda qilib 1744-yili Muhammad ibn Suud bilan Muhammad ibn Abdullah mana mushundaq tavhid aqidasi ustiga qurilgan bir davlat quramiz deb kelishadi. Shundaqla davlatning bayrog'ini ko'krak ustiga la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan bu shahodat kalimasini yozgan holda e'lon qiladi. Bu tavhid kalimasi atrofdagi nurg'un kishilarni, bo'libmi yoshlarni jalb qiladi. Muhammad ibn Abdullah Qur'on hadisida bo'lmagan har qanday narsani inkor qilamiz degan bu gapi yoshlarning aqli qilingan xitob bo'lib, atrofiga nurg'un kishilar to'planadi. Muhammad ibn Abdullah atrofdagi shaharlarga bir-birlab xat avatishga boshlaydi. Ya'ni tavhidga qaytinglar, o'zinglarning shahardagi qabrini tuzilib o'tinglar degan bu ideyani taqtishga boshlaydi. Qabul qilganlarni shu bo'yicha o'ziga tavaqqi qilmadi. Qabul qilmaganlar qarta Muhammad ibn Suud boshchiligida ularga qo'shin tortadi. Bu vaqtda Riyozga yaqin bo'lgan Ahso shahri, Makka, Madina, Toif, Jiddi rayonlari Osmonlarga tava edi. Undan boshqa Najd, ya'ni hozirgi Riyoz va Dar'iya, Uyayna degan bu shaharlar cho'l shaharlari bo'lib tashlanib qolgan, boshqalarning diqqatini tortmaydigan, arablar o'z oldiga amirlik qurib olgan mushundaq shaharlar edi. Dar'iyaning amiri Muhammad ibn Suud Muhammad ibn Abdullah bilan birlashgandan keyin atrofidagi ana shundaq taslimida Osmonlar qarshi bo'lmagan shaharlarni o'ziga qush bilan bir oz kuchlanadi. Ondan keyin Najdning amiriga xat avatadi. Najdning amiri ularga qattiq qarshi turadi. Najda bugungi kunimizdagi Riyoz bo'lib, shu davrning cho'ng shahrining birisi edi. Bu sababdan yangi qurilgan bu Saudiya davlati bilan Najdning, ya'ni Riyoz amirining o'tirisidagi urush 20 yil davomlashadi. Eng oxirida Najdni, ya'ni Riyozni egallab Saudiya davlati tavalligiga qo'shadi. Bu davlatda islom qonuni nihoyat qattiq ijro qilinadi. Shundaqla Muhammad ibn Abdul Vahhab davlatning imomi deb ataladi. 1765-yilga kelgan vaqtda Muhammad ibn Suud vafot topadi. Uning o'rniga o'g'li Abdul Aziz
chiqadi. Abdulaziz hozirgi Saudiya davlatining otasi emas, mana boshqa Abdulaziz. Abdulaziz davrida Saudiya davlatining ko'lami kengayib mangdi. Masalan, bugun kunimizdagi Qatar, Ommonni Saudiya davlatiga qo'shadi. 1792-yil kelgan vaqtda bu davlatning imomi Muhammad ibn Abdul Vahhab vafot topadi. Bu vaqtda Saudiya davlati tex Makka Madinaga Taifga qo'shin taqmagan edi. Ya'ni Saudiya davlati tex Osmonlar bilan rasmiy to'qinishga kirmagan edi. Bu sababdan Muhammad ibn Abdul Vahhab Osmonlarga qarshi hech qanday bir gap so'zli bo'lmagan. Muhammad ibn Abdul Vahhab vafot topgandan keyin uning o'g'illari va shogirdlari uning yo'lini davom qiladi. Shundaqla Saudiya davlati Arab yarim orol davlatlari ichidagi cho'ng kuchning biriga aylandi. Saudiya davlatining oldida cho'ng ikki kuch bor edi. Birisi olsa Ahsa shahridagi Osmonlarning valisi bo'lgan Banu Xolid. Yana birisi olsa Makka, Madina va Taifning valisi bo'lgan Ashraflar. Saudiya davlati tunji qatim Ahsa shahriga qo'shin tortdi. Ya'ni Osmonlarga tava bo'lgan tuproqqa, ya'ni Ahsaga tunji qatim qo'shin tortdi. 1796-yili Abdulaziz boshchiligidagi qo'shin Ahsani mag'lub qilib, Ahsani Saudiya davlatiga qo'shdi. Undan keyin shimol taraf qarab yurish qilib, Iroqqa yurish qiladi va Karbaloga chiqirdi. Karbaloga kelgandan keyin o'zining iddaosi bo'yicha Hazrat Husaynning qabrisini tuzlab o'tdi. Bilganimizdek Hazrat Husayn Shialarning nazarda nəhayət müqəddəs kişi idi. Bu səbəbdən Şialar məxfi halda Saudiya dövlətinə kirib, Saudiya dövlətinin padişahı Abdulazizni namaz oxutqan vaxtında öldürüb etdi. Abdulaziz öldürülgəndən keyin onun ornağa oğlu Suudul Kabir Saudiya dövlətinin 3-cü padişahı oldu. Suudul Kabir taxtga chiqqandan keyin Saudiya dövləti bilan Osmanlı dövlətinin o'tirisi rəsmi yiriklişdi. Shundaqla Saud Kabir Osmanlı dövlətiga yazgan xatda qattiq gaplarni ishlatdi. Shundaqla Saud Kabir Makka Madinani egallash kuyuga tushdi va Makka Madinaga qarab kengayib mangdi. Saudiya dövləti Makka Madinaga taqashqandan keyin milodiy 1805-yili Makkani muhosiraga oladi. Makkaning valisi Ashraf G'olib bo'lsa, urushga kirmasdan Makkani taslim qiladi. Keyindan Saud Kabir o'zining qo'shinini boshlab Madinani muhosiraga oladi va Madinani egallaydi. Undan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qilichi va ko'ngliklari saqlangan bu muqaddas omonatni o'zining poytaxti bo'lgan Dir'iyaga olib ketadi. Undan keyin Muhammad ibn Abdullohning ergash kuchlari biz tavhid taqitimiz, shirkni tozalaymiz degan bu bahona bilan Jannatul Baqatdagi butun sahobalarning qabri ustiga qotilgan gumbazlarning hammasini chekib tashlaydi. Shunda qilib Jannatul Baqatdagi sahobalarning qabrisi birisi-birisidan farqlanadigan bo'lmaydigan darajada bugun kunimizda biz ko'rgandek holatga keladi. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qabrisidagi u gumbazlarni chaqqili qo'yib qolgan vaqtida endi buni chaqsaq bo'lmaydi deb to'xtatildi. Shunda qilib Makka Madinami Saudiya davlatiga tava qilinadi. Bu vaqtda Osmonlar davlatining beshida Mahmud II sulton edi. Mahmud II ta Makka Madinani Saudiya davlati quliga olmoqchilik Saudiya davlatiga parvo qilmagan. Lekin Makka Madinaga qo'shin tortib Makka Madinani egallagandan keyin Osmonlar davlatining obrazi islom dunyosida tushdi. Ya'ni Osmonlar davlati shu darajada ojizlashib ketdiki, o'zining muqaddas joylarini qo'g'diyolmadi degan bu gaplar taqiladi. Bu vaqtda Saudiya davlatining kulimi hozirgi Saudiya davlatining kulimidan cho'ng edi. Ya'ni Iroqning Karbalodan boshlab Qatar, Umman, Kuveyt, Sharqagachilik keladi. Demak, Sultan Mahmud II taxtga chiqqan vaqtda uni kutib turgan cho'ng tahdidlarning birisi Saudiya davlati edi. Shundaqla Saudiya davlatininki Sharqadagi Qosimiylar bilan ittifoqdosh bo'lib, Hormuz bo'g'oziga hukmronlik qilganligi Angliyani andishiga solayotdi. Bu sababdan Angliya Osmonlar sultoni II Mahmudga xat avatib, agar Saudiya davlatining oldini cheklamasang, xalifalikni ana shular e'lon qiladi. Islom dunyosining xo'jaligi ularning qo'liga o'tib ketadi deb Osmonlar sultoni ogohlantirdi. Sultan II Mahmud bu yangi bosh ko'targan Saudiya davlatiga qarshi Bag'dod valisini vaziflantirdi. Bag'dod valisi zo'r qo'shin tashkillab Saudiya davlatiga qo'shin tortdi va Saudiya davlati bilan shiddatli urushga kirdi. Lekin Bag'dod valisi mag'lub bo'ladi. Undan keyin Sham valisini avatdi. Sham valisi mag'lub bo'ladi. Undan keyin Osmonlar davlatidagi eng kuchli vali bo'lgan Muhammad Ali Pasha, ya'ni Misrning valisini Saudiya davlatiga qo'shin tortishga buyruq qiladi. Muhammad Ali Pasha o'zining o'g'li Tusun Pasha boshchiligida 8000 kishilik chavandozni Saudiya davlatiga qarshi avatdi. Shunda qilib milodiy 1811-yili Tursun Pasha 8000 kishilik qo'shin bilan Qizil dengizdan o'tib Yambug'ga tushdi. Undan keyin Madina muhosiraga kelib, Madinadan Saudiya qo'shinini chekintirdi. Uning keyin Makkani muhosiraga oldi. Undan keyin u yerda Saudiya qo'shinini keyiniga chekintirdi. U Makka Madinada o'zining asosini puxtalab bo'lgandan keyin Dir'iya nishon qilib Saudiya davlatining ziminlarini bir-birlab egallaydi. Bu jarayonda Saudiya davlati bilan, ya'ni Saud Kabir bilan shiddatli urushga kirdi. Nurg'ulg'an odamlar o'ldi. O'zini ig'ir yaralanadi. Milodiy 1814-yili Saud Kabir o'lib, uning o'rniga Abdullah ibn Saud Saudiya davlatining 4-podshohi bo'ldi. Abdullah ibn Saud taxtga chiqqandan keyin Tursun Bashani sulhiga talab qildi. Bu sulhida Saudiya davlati Najd, ya'ni Riyoz, Dir'iya, Uyayna qatorliq ana shu Riyozning atrofidagi shaharlarda o'zining mavjudligini saqlaydigan bo'ladi. Makka, Madina, Taif, Jidda Osmonlarga tava bo'ladi. Shunda qilib Tursun Pasha Misrga qaytdi. Misrga borib uzun bo'lmay uning yarasi eg'irlashib, ya'ni urushdagi yarasi eg'irlashib vafot topdi. Muhammad Ali Pasha bu tuzishgan sulhiga rozi bo'lmay, yana bir o'g'li Ibrohim Pasha boshchiligida yana qo'shin tashkillab
Saudiyaga yo'l soladi. İbrahim Pasha urush taktikasiga nihoyat yomon edi. U Saudiyaga borgandan keyin Saudiya davlati bilan, ya'ni Abdullah ibn Saud boshchiligidagi qo'shin bilan shiddatli urushga kiradi. Bir-birlab shaharlarni egallaydi va eng oxirida Diraiya shahrini muhosiraga oladi. Diraiya shahrini 6 oy muhosiraga olgan bo'lsa-mu, lekin ololmaydi. Ichida bo'lsa osh-uzuq tugashga boshlaydi. Oxirida Abdullah ibn Saud sulhiga talab qiladi. Ya'ni shahar aholisiga hech qanday ziyon yetkazmasang, men taslim bo'lay deydi. İbrahim Pasha ma'qul bo'ladi. Shunda qilib Abdullah ibn Saud shaharning sepini ochadi. İbrahim Pasha shaharga kirib ajoyib qirg'inchiliklarni ilib boradi. Puhralarni o'ldiradi va Abdullah ibn Saudni bo'lsa bog'lab Misrga olib ketadi. Muhammad Ali Pasha Abdullah ibn Saudni Sultan 2. Mahmudga avatadi. Sultan 2. Mahmud Abdullah ibn Saudni, ya'ni Saudiya davlatining 4-chi oxirgi podshohini sotqa, ya'ni Qozixonga beradi. Qozixon uni o'limga hukm qiladi. Sultan 2. Mahmud Abdullah ibn Saudni Istanbul ichida 3 kun sazoyi qilib Aya Sofiya maydonida kallasini oladi. Shunda qilib birinchi qatimliq Saudiya davlati tarixga aylandi. Davlat yiqilgan bo'lsa-mu, lekin davlat ustida qurgan iddia, ya'ni Vahhabizm iddisi o'lmagan edi. Bu sababdan 5-6 yildan keyin yana shu Vahhabizm iddisi ustiga ikkinchi qatimliq Saudiya davlati qurildi. Ya'ni milodiya 1825-yili ikkinchi qatimliq Saudiya davlati qurildi. Lekin bu ikkinchi qatimliq Saudiya davlati birinchi qatimliq Saudiya davlatidan ibrat olib, Osmonlarga tava bo'lgan Makka, Madina, Taif qatorliq Hijaz rayonlariga yaqinlashmaydi. Bu taki milodiya 1890-yil qadar ömür ko'rdi. Biz ikkinchi qatimliq Saudiya davlati va hozirgi 3-chi qatimliq Saudiya davlatini o'z navbatida so'zlaymiz. Undan boshqa Sultan 2. Mahmudning davrida Serbiya va Gretsiya isyon qildi. Serbiyani bo'lsa Rossiya qo'llagan edi. Lekin milodiya 1812-yili Napoleon Rossiyaga besib kirgili qolgan vaqtda Rossiya amalsiz Buxarest shartnomasi imzolab Serbiyani setib o'tdi. Ya'ni Osmonlarga berib o'tdi. Ondan keyin Napoleonga qarshi shu urush bilan mashg'ul bo'ladi. Serbiya bunga rozi bo'lmaydi. Osmonlarga qarshi davomli qarshilik ko'rsatdi. Sultan 2. Mahmud oxirida ularga ichki mustaqillik beradigan, ya'ni ichki ishiga aralashmaydigan, ammo bu zamin Osmonlarga tava bo'ladigan bo'lib kelishdi. Serbiyaning nisbiy mustaqillikka erishganligini ko'rgan Gretsiya jallanib ketdi. Isyon ko'tardi. Mustaqillik talab qiladi. Ularni Astriddan Rossiya qo'llaydi. Osmonlar Gretsiya bilan 1 yil to'qnashgan bo'lsa-mu, ularni bo'ysundirolmaydi. Muhammad Ali Pasha o'g'li İbrahim Pasha boshchiligida dengiz yordamchi qo'shini avatadi. Ular qarshi, ya'ni Gretsiyaga yordam berish uchun Misrdan kelgan qo'shinga qarshi Rossiya, Angliya va Yevropa birlashma qo'shin hosil qilib, ularga qarshi turadi. Shundaqla bir oy ichida darhol İbrahim Pasha chekinson deb muhlat beradi. İbrahim Pasha buni rad qiladi. Shunda qilib birlashma qo'shin, ya'ni Rossiya, Angliya, Yevropa qo'shini bilan İbrahim Pasha boshchiligidagi qo'shin shiddatli urushga kiradi. Bu urushda 30 ming Osmonlar qo'shini mag'lub bo'ladi, suv g'arq bo'lib shahid bo'ladi. Ba'zi tarixshunoslar bu yerda İbrahim Pasha Osmonlarga xiyonat qilgan, bilib turib bu urushga akirgan, Osmonlarning kuchini ojizlatishni maqsad qilgan deb qaraydi. Amaliyotda keyingi voqealar buning rostligini biroz kuchlantiradi. Bu urushda Osmonlar mag'lub bo'lgandan keyin Fransiya, Angliya va boshqa Yevropa ellari Londonda yig'in chaqirib Gretsiyani mustaqil davlat deb e'lon qiladi. Lekin Osmonlar Gretsiyaning mustaqilligini e'tirof qilmaydi. Muhammad Ali Pasha Gretsiyaga qarshi yordam berganligi, shundaqla Saudiya davlatini yiqitib berganligi uchun Sultan 2. Mahmuddan Shamni berishini, ya'ni butunlay berib o'tishini talab qiladi. Sultan 2. Mahmud buni rad qiladi. Shunda qilib vali Muhammad Ali Pasha bilan Sultan 2. Mahmudning o'tirishga ziddiyat tushdi. Angliya Muhammad Ali Pashani qo'llaydi. Angliyaning yordami bilan Muhammad Ali Pasha Osmonlarga qarshi keng ko'lamli qo'shin tortadi. Old bilan Suriyani egallaydi. Ondan keyin Suriyaning yo'li orqali G'azantepga besib kiradi. Ondan keyin Osmonlar tuproqlarini bir-birlab egallab Kutahiyaga chekiladi. Sultan 2. Mahmud Muhammad Ali Pashaning qo'shinini keyniga chekindirolmaydi. U amalsiz Rossiyadan o'zining isyonchi valisiga qarshi yordam talab qiladi. Sadr Azam bu vaqtda bir musulmon qarshi kofirni yordam so'ramdiq degan bu savolni qo'yadi. Sultan 2. Mahmud bo'lsa dengizga tushib ketgan odam amalsiz yilangami esladi deb javob beradi. Rossiya Osmonlarga yordam berish uchun bir qancha shartlarni qo'ydi. Uning birisi bo'lsa 8 yil qor dengizida erkin harakat qilamiz, shundaqla hech qanday boj to'lamaymiz deydi. Sultan 2. Mahmud amalsiz ma'qul bo'ladi. Shunda qilib Rossiya 15 ming kishilik alohida qo'shin bilan Kotahiyada oldiga chiqib Muhammad Ali qo'shinini keyniga chekindiradi. Shundaqla Kotahiya shartnomasi imzolaydi. Bu Kotahiya shartnomasida Sham Muhammad Ali va uning avlodlariga miros qilib beriladi. Shamda bo'lsa Muhammad Ali mustaqillik e'lon qiladi. Shunda qilib bu shartnoma Osmonlarniki ziyniga bo'ladi. Shundaqla Rossiya kelishgan 8 yil to'shqandan kimmo qor dengizdan chiqib ketgili unimaydi. Sultan 2. Mahmudning davrida ana shundaq har jihatdan xavflar uni qiynaydi. Sultan 2. Mahmud bu qiyinchiliklardan chiqish uchun ilmonizmlik, ya'ni loyiklik yo'lga mengib boqadi, g'aybni do'rab boqadi, lekin davlatni olg'a siljitanmaydi. Sultan 2. Mahmud ana shundaq ba'zilarning nazarida oqartquchi sulton, ya'ni ba'zilarning nazarida Kapr sulton degan nom bilan hukm surib, milodiya 1839-yili vafot topadi. Sultan 2. Mahmud vafot topgandan keyin 16 yoshli o'g'li Abdulmajid taxtga chiqadi. Sultan Abdulmajid taxtga chiqqandan keyin bu g'ariblashish yoki Osmonlarningki ilmonizmlashishi qanday bo'ladi, davom qiladi? Vaqt kitoblarni biz keyingi darsimizda tafsiliy to'xtalamiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan,
Toğulmaqda Həmzə kəbi həm arslan İzlar bisib üzülmedi bu karvan Toğulmaqda Həmzə kəbi həm arslan